Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz axborot jamiyatining ta'lim va texnik vositalari va zamonaviy axborot texnologiyalari. Reja: axborot jamiyati va ta'lim kirish. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari tahlil. Axborot texnologiyaning ta'limda qo'llanishi. Ta'limda interaktiv vositalar, foyda va imkoniyatlari. Xulosa: ta'lim va texnologiyalarning kelajagi. Axborot jamiyatidagi ta'lim. Axborot jamiyatida ta'lim zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi. Bu jarayon o'quvchilarga axborotlarni tez va samarali tarzda olish imkonini beradi. Ta'lim tizimida raqamli vositalar va onlayn platformalar muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarni axborot bilan ta'minlashda, ularni o'qitishda innovatsion yondashuvlar taqdim etadi. Zamonaviy texnologiyalar ta'limda. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali qilish uchun ishlatiladi. Onlayn kurslar, video darslar va interaktiv materiallar o'quvchilarga o'z bilimlarini kengaytirishga yordam beradi. Bu vositalar, shuningdek, o'qituvchilarga o'z darslarini yanada qiziqarli va samarali o'tkazish imkonini beradi. Axborot texnologiyalari va ta'lim. Axborot texnologiyalari ta'lim tizimida o'quv jarayonini yanada qulaylashtiradi. Ular o'quvchilarga o'z bilimlarini mustahkamlash va yanada chuqurroq o'rganish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonida individual yondashuvlar amalga oshiriladi. Bu esa har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Axborot jamiyatida ta'lim nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarga tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham qaratilgan. Ta'limda zamonaviy texnologiyalar. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari axborot jamiyatida muhim rol egallaydi. Ular ta'lim jarayonini samarali va interaktiv qilishga yordam beradi. Raqamli vositalar va onlayn platformalar o'quvchilarga o'z bilimlarini kengaytirish va mustahkamlash, o'rgatish imkonini beradi. Bu texnologiyalar ta'lim sifatida oshirish va o'qituvchilarni yanada metodologiyalar bilan tanishtirishda muhimdir. Interaktiv ta'lim vositalari. Interaktiv ta'lim vositalari o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Masalan, simulyatsiya va o'yinlar orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini ega bo'lishadi. Bu esa ularning motivatsiyasini oshiradi va ta'lim jarayonini yanada qiziqarli qiladi. Zamonaviy texnologiyalar va ta'lim. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim tizimida yangiliklar kiritishga yordam beradi. Ular o'qituvchilarga yangi metodik usullarni qo'llash imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Axborot texnologiyalari yordamida ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish mumkin. O'quvchilar o'z qiziqishlari va ehtiyojlarini mos ravishda o'qish materiallarini tanlash imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshiradi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, shuningdek, masofaviy ta'limni rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa o'quvchilarga geografik joylashuvidan qat'iy nazar ta'lim olish imkoniyatini beradi va global imkoniyatlarni yaratadi. Axborot texnologiyalarining ta'limdagi roli. Axborot texnologiyalari ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarni zamonaviy bilim bilan ta'minlash, interaktiv o'qitish metodlarini qo'llash va o'quvchi va o'qituvchilar o'rtasida samarali muloqotni ta'minlashda yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ta'lim jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'ladi. Ta'limda axborot texnologiyalarining afzalliklari. Axborot texnologiyalari ta'limda o'quvchilar uchun ko'plab afzalliklar taqdim etadi. Ular o'z-o'zini o'qitish imkoniyatini oshiradi, bilimlarni tez va samarali olishda yordam beradi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun darslarni yanada interaktiv va qiziqarli qilish imkonini beradi. Zamonaviy ta'lim tizimida axborot texnologiyalari. Zamonaviy ta'lim tizimida axborot texnologiyalari o'quv jarayonini yanada samarali qiladi. Ular o'qituvchilarga darslarni rejalashtirishda va o'quvchilarni baholashda yordam beradi. O'quvchilarni esa internet orqali resurslarga kirish imkonini beriladi. Bu esa ularga mustaqil o'qish va o'z bilimlarini kengaytirish imkonini beradi. Axborot texnologiyalari yordamida
masofaviy ta'lim tizimlari rivojlanmoqda. Bu esa ta'lim olishni yanada qulay va erkin qiladi. Interaktiv vositalarning ahamiyati. Interaktiv vositalar ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Ular o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va o'rganish jarayonini jonlantiradi. Bu vositalar yordamida o'quvchilar ko'proq ma'lumot olishadi va o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniga ega bo'lishadi. Shuningdek, interaktiv texnologiyalar o'quvchilarga ta'lim jarayonini boshqarish va nazorat qilishda yordam beradi. Interaktiv ta'lim vosita turlari. Interaktiv ta'lim vositalariga ko'plab turli xil texnologiyalar kiradi, jumladan multimedia taqdimotlari, onlayn platformalar, simulyatsiyalar va o'yinlar. Ushbu vositalar o'quvchilarga o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rish imkoniyatini beradi. O'quvchilar esa o'quvchilarning qiziqishini oshirish uchun ushbu vositalardan foydalanishlari mumkin. Interaktiv vositalarning afzalliklari. Interaktiv vositalar o'quvchilarning diqqatini jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'qitish jarayonini yanada qiziqarli va samara beruvchi qiladi. O'quvchilarning o'z bilimlarini amaliyotda sinovdan o'tkazish imkoniyatini ega bo'ladilar. Bunday vositalar yordamida o'qituvchilar o'z darslarini yanada samarali rejalashtirishadi va yana o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini rivojlantirishlari mumkin. Interaktiv muhitda o'qitish o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi. Shuningdek, interaktiv vositalar o'quvchilarga o'z-o'zini baholash va o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniyatini beradi. Bu esa ta'lim jarayonining sifatini oshiradi va o'quvchilarni muvaffaqiyatga erishishga undaydi. Axborot jamiyatining ta'limga ta'siri. Axborot jamiyati ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari o'quvchilarning va o'qituvchilarga yangi imkoniyatlar taqdim etadi. Internet, onlayn kurslar va raqamli resurslar ta'lim olishni yanada qulay va samarali qiladi. Shuningdek, interaktiv texnologiyalar yordamida o'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlashlari va yangi ko'nikmalarni rivojlantirishlari mumkin. Zamonaviy texnologiyalar va ta'lim. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini oshiradi. O'qituvchilar interaktiv darslar o'tkazish va o'quvchilar bilan yanada samarali muloqot qilish imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa yondashuv ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Ta'lim texnologiyalar o'rtasidagi bog'lanish. Axborot texnologiyalari ta'limda o'zaro aloqalarni kuchaytiradi. O'quvchilar onlayn platformalarda bir-biri bilan tajriba almashinuvi va hamkorlik qilish imkoniga ega bo'ladi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qituvchilar o'z darslarini yanada qiziqarli va interaktiv qilishlari mumkin. Bu o'z navbatida o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. Axborot jamiyatida ta'limni kirish imkoniyatlari kengaymoqda. Har bir o'quvchi uchun o'ziga mos ta'lim resurslarini topish osonlashadi. Bu esa ta'lim sifatini yaxshilaydi. Ta'lim sohasida yangi texnologiyalar. Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Interaktiv ta'lim platformalari, onlayn kurslar va virtual sinflar orqali talabalar o'z bilimlarini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu texnologiyalar shuningdek o'qituvchilar uchun yangi pedagogik usullarni sinab ko'rish imkonini beradi. Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar talabalar va o'qituvchilar o'rtasida samarali muloqotni ta'minlaydi. Texnologiyalarning ta'limga ta'siri. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun interaktiv materiallar va multimedia vositalaridan foydalanish muhimdir. Bu o'z navbatida ularni o'zlashtirish darajasini oshiradi. Ta'lim va texnologiyalarning sinergiyasi. Ta'lim va texnologiyalarning birlashishi o'quv jarayonini yanada samarali qiladi. Talabalar uchun yangi imkoniyatlar ochiladi va o'qituvchilar o'z bilimlarini yanada kengaytirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Texnologiyalar yordamida ta'limda individualizatsiya qilish mumkin. Har bir talabaga mos o'quv dasturlari va resurslar taqdim etilishi ularning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Kelajakda ta'lim jarayonini sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili kabi yangi texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Bu ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarni yanada muvaffaqiyatli qilish uchun zarurdir. E'tiboringiz uchun rahmat.